Oka, to'xtang, adar orasida emas, hormang. To'xtang. Nima qilyapsiz? Amazatr tekshiribmi? Qo'ygandan keyin tekshirib, buni haydab ko'rish kerak-ku bu narsani. Okalar qaranglar, mana shu okamga taxminan 1 oycha oldin mana shu amazatr tashab ketdim. Trali amazatr. 8,5 yurgan Damaslarni nimalar qildingiz? Hadi o'yini qildim. Sterilizatr rezinkalarni Nexa'nikini qo'ydim. Uzun chilipaxalarini ruloy qildim, salonini qildim. Chashkasini alishtirgan loqillashlar yoqolmadi. Loqillayapti. Ha, faqat loqilloq Oldi tomoni. Oldi tomoni. Xullas okalar ko'rdinglar, mana shu okamga, mana shu bratanga 1 oycha oldin amazatr tashab ketdim. Imенно mana shu Trali brenddan amazatr tashab ketgan edim. Hozir sinab ko'rdilar-da, 10 kun 15 kun sinab ko'rib, mana endi hozir rezultatiga keldim. Okam xolisona gapiradilar, aka. Xullas 2-3 xil amazatr qo'ydim, aybi yo'qolmadi. Loqillayotdilar, ko'rdinglar videolarda. Mana endi mana shu amazatr qo'ygandan keyin aybi yo'qoldimi yo'qmi, aka? Aka 100% yo'qoldi Trali amazatridan. Loqillashlar vobshe kuchayib ketyapti-da. Trali qo'yganimdan keyin vobshe yo'qoldi ovozlari. O'nqir-cho'nqirda ham loqlari yo'qoldi, 100% yo'qoldi. Sizga yoqdi? Menga yoqdi. Yurishi menga yoqdi. Bular o'zlari ham ustaxonada ruloy qilishadi. Mashinaga juda yaxshi tushunishadi. Hozir mana amazatr men tashab ketdim shu paytda. Hozir mana kelib, xudo xolasa rezultatini sizlarga ko'rsatib beraman. Shtobi bular bilan men gaplashib qo'ymaganman, xolis fikrlarni aytibdilar. Men amazatr tashab ketishdan oldin nima dedim? Qo'yib tekshirasiz. Yo'qolsa 100% yo'qolsa pulini berasiz. Agar yo'qolmasa vazirati bilan dedingiz. Yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi, 100% yaxshi bo'ldi. Xullas akalar mana orqani ham xudo xolasa qo'yib yuborishimiz kerak bo'ladi. Trali amazatrlar bilan xudo xolasa muammo hal bo'ldi akalar. Video yoqqan bo'lsa, sizga foydali bo'lgan bo'lsa, Damas akalarga ham tarqatib qo'yishingiz nasib qilsin.